Navbatdagi obyektimiz ishlarni ham bitirib berdik. Bu yerga high-tech uslubdagi darvoza va naves ishlarni bitirib berganmiz. Bu manzilimiz Farg'ona, Quvada bo'ldi. Endi sizlarga batafsil ma'lumotlarni beramiz. Birinchi darvozamizdan ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Darvozamiz razmerlari eniga keladigan bo'lsa 3.17, balandligi 380 sm bo'lgan. Darvozamizni teva qismi balandligi uchun framoga qismini qilib berganmiz. Framoga qismi ochiq bo'lgan, havo aylanishligi uchun va kalitka qismlarini o'ng tarafdan ichkari ochilgan qilib tayyorlab berilgan. Darvozamizga ishlagan material yondo'rlar to'liq holatda shiveler, 6 ga 4 profili 1.8 tenkasidan 1.8 list. Mana bu joylarga nержавейка joylar 2 qavatli holatda, bu yoqlar 1 qavatli holatda qilib ishlab berilgan. Darvozamizga mokra asfalt svetda kraskalar sepganmiz va bu yerlarga nержавейкаdan foydalanganmiz. O'rtalarga high-tech uslubda ruchkalardan ishlab berganmiz. Darvozamizning kalitka qismlari o'ng tarafdan bo'lgan, kirish holatlari ochilishi shunaqa holatda ochiladi. Darvozamiz ochilib yopish ham juda ham yengil holatda bo'lgan. Darvozamizni ochilish holatlari shunaqa holatda ochiladi. Darvozamiz 0 ga o'lagan hisobiga o'zini holatda turadi va ochilib yopilib ketmaydi. Darvozamiz orqa ko'rinishi ko'pchilik so'raydi. Darvozani orqa holatini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Darvozamizni orqa holati shunaqa tekis holatda bo'ladi va orqa oldiga bir xil mokra asfalt svetda kraskalar sepiladi. Darvozamiz haqida ma'lumotlar berdik. Darvozamiz 1 kvadrat metri narxlari materiallarni qalin yupqalik qilib 1.200.000 so'mdan boshlanib 1.600.000 so'mgacha tayyorlasa bo'ladi. 1 qavat, 2 qavat, 3 qavatli qilib narxlar o'zgarib boradi. Endi sizlarga navesimiz haqida ma'lumotlarni beramiz. Naveslarimiz razmerlari eniga 4.20, oldiga chiqishi 4.5 metr holatda tayyorlab berilgan va ikkita stoykali variantda qilib, ikkita stoykadan foydalanganmiz. Teva qismlariga darvozaga mos holatda qilib, lazer gullardan ishlatganmiz va mokra asfalt kraskaga mokra asfalt leksalarni yopib berilgan. Navesimiz tekis high-tech uslubda bo'lganiga qaramasdan, bunga noodatiy uslubda yondashilgan, ya'ni tarnovlarni suv ketadigan joylarini sekretli holatda qilib ishlab berilgan. Stoykalar ichidan suv yuradi, bemalol bu yoqdan chiqib ketadi. Hech qanaqa bu yoqda chakkalar, suvlar oqib qolmaydi. Navesimizni narxlariga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 800.000 so'mdan boshlanib, $100 tayyorlasa bo'ladi. Razmerdan katta kichikligiga qarab va buni materiallar ishlagan qalin yupqalik ham narxlari o'zgaradi. Bemalol buni ham bo'rtma qilsanglar, ishlarni chiroyli, sifatli qilib bitirib beramiz. Shunaqangi darvoza, naves, pireli reshotka, ограждение, romga reshotka xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa chiqarsa, ishlarni chiroyli, sifatli qilib bitirib beramiz. O'zbekistonning istalgan hududidan buyurtma berishingiz mumkin. Bizni yo'qotib qolmasligi uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Yana foydali ma'lumotlar chiqarib boramiz.